Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli musulmon aka birodarlar, mana shu Ihson Karimov fondi mana shu elimizdagi barcha musulmonlarga qo'limizdan nasihatimiz bilan, qo'limizdan yordamni ayamaymiz va mana shu ba'zi chiqishlarimizda musulmonlarga nasihatlar bilan chiqyapmiz, ba'zi o'gitlar bilan chiqyapmiz. Albatta bu yaxshi niyatda. Bugungi chiqishimizda inshaalloh doktor aka-ukalarga qayrilib bu inshaalloh. Nasihat o'rnida, maslahat o'rnida balkim. Mana doktor akalarimiz inshaalloh mana qancha yillar o'qiydi, mana universitet akademiyada o'qiydi va diplom oladi va o'zining stajini oshiradi va bironta bir klinikaga kirib endi ishni boshlaydi, alohida ofisi bo'ladi inshaalloh. Endi mana shunday ishni boshlagan aka-ukalarimizni vazifasi albatta mana shu elimizga, xalqimizga, barcha musulmonlarga o'sha chiroyli tashxis qo'yib, ularga yaxshi lecheniya qilib, ularni dori-qullarni yozib, ularga yaxshi qarab e'tibor berishlik bilan kifoyalanib bo'lmaydi. Hadisda keladi, agar qaysi musulmon bir musulmon yordamida bo'ladigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo uning yordamida bo'ladi. Qaysi musulmon hojatini qondirsangiz, Alloh subhanahu va taolo sizni hojatingizni qondiradi. Demoqchiganim bu yerda muomala. Ko'p doktor akalarimizni o'rganib qo'ygan shekilli, deb endi bu ba'zilarga tegishli. Bugun men shaxsan o'zim eshitgan narsamni aytayapman. Bir insonga bir doktor aytibdiki, bu kasal tuzalmaydi, mashinma o'lib ketadi debdi. Bir inson shifo so'rab sendan lazizchini so'rayman desa, shu muomala yaxshimi dedi. Shu muomala yaxshimi? Yosh bola bo'lsin, katta inson bo'lsin, kichkina inson bo'lsin. Doktor akalarimizdan muomala, mana bu til o'lgir bor, chiroyli gapirib qo'yishlik. Erkalatib chiroyli gapirib qo'ying, nima ketadi sizdan? Insonda shirin so'zlik bu tildan bilinadi, yaxshiligi tildan bilinadi birinchi o'rinda. Payg'ambar hadisda aytdi. Hamma doktorlar musulmon. Rasululloh aytdiki, kim qo'lidan va tilidan salomat bo'lmaguncha iymoni komil bo'lmaydi deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahih hadisda aytib qo'ydi. Mana bu tildan yaxshi muomala qilinglar. U kelayotgan insonni millatidan qat'iy nazar, tilidan qat'iy nazar, rangidan qat'iy nazar, kambag'almi, boymi, mansabdor emasmi, u inson asli. Inson sizga muhtoj bo'lib kelyapti. Uni muhtoj qilib solib kelayotgan Robbil alamin. Shuning uchun doktor akalarimiz biz talab qilgan narsani mestisira bo'ladimi, kattasi bo'ladimi, kichigi bo'ladimi, hamma doktorlar inshaalloh, ya'ni kelayotgan odamlarga yaxshi muomala qilinglar. Qo'pol emas, kulib, tabassum qilib, Alloh uchun shunday muomala qiling. Keyin sizlar haligi shifo topgan inson butun umr sizga duo qilib o'tadi inshaalloh. Bitta uni tashxis qo'yib, pulni olib, lecheniya yozib berish ish bitmaydi, birodarlar. Kayfiyatini oling. Kuchli kasallar bor, bilamiz hammamiz. Hamma biladi bu narsani. Lekin odamlarda ruhiyatini ko'taring. Ularni xursand qiling. Sen tuzalasan albatta inshaalloh. Mashg'ulotda yurgin deb odamlarga ishonch bag'ishlang. Umid bag'ishlang. Aksincha tuzalmaysa, o'lib ketasan. Qanaqa gap bu? O'zingizni otangiz yo onangiz kelsa shuna tashxis qo'yasizmi? Siz tuzalmaysiz, ota-ona o'lib ketasiz deysizmi? Nima demaysiz? Jigaringizga muomala nima uchun sizga kelayotgan, u pulni ham beryapti bo'ladi. Shunday muomala qila olmayapmiz. Shuning uchun shunday doktor akalarga jo'natib qo'yamiz bu videoda. Ya'ni xolis niyatda aytibmiz. Hammaga tavaqli emas. Alhamdulillah ko'p doktor akamız yaxshi muomala qiladi, kulib zo'r. Lekin ba'zida qalus ishdaylar shunaqa muomala qiladi ekan. Musulmonlarga chiroyli muomala qiling.